bir xondan dugonai savol javob oshiqi Viloyati Taxor Ulisvali Ristoq Pelan kishilari Turkiyadan aziz inog'amiz Shoshirg'ajon Ristoqi sevgan yoriga yetishib savol aytadi va sevgili Nozona qiz javob aytadi. shu ikkovini farmoyishiga taqdim bo'ladi. Ustoz shoirimiz Shoir Navijon Balxin yozgan she'rlari arxiv xonlaringiz Zarminajon Xushdil va Manzilajon Dilsiz eshitib lazzat olinglar. Ay Nozona sevgilim sevaman jonni dildan, Allohimga ming shukr bermadim seni qo'ldan, saylab oldim sen guldi xohlab azoran guldan. Shirog'ijonsiz bugun bo'ldiz meni hamdamim, xushol bo'lib yuraman, qolmadi zarra g'amim, siz bilan o'ynab kulib o'sib qolgan har damim. Qanchalar ko'rdim jabr, oshiqing bo'lgan edim, oy yuzingni ko'rib bir chiroyli yuzing